Hammaga salom. Men endi yaxshilamayman, shuning uchun yaxshi yeyishim kerak. O'shanga o'zimga o'zim hozir donar kebab tayyor polfabrikatda pishiryapman. Buni menga onam olib keldilar. Faqat menga emas, singlimga donar kebab parranda bo'tdan tayyorlangan. Vaqtinchalik menga yetadi. Mana non ustiga ketchup mayonez aralashtirganimni surdim. Endi buni ustiga donar kebabimizni qo'yamiz. Mana bundan qilib qo'yib oldim. Endi buni ustiga qolgan ketchup mayonezimni suraman. Mana mashaq surib oldim. Endi bu yerga pomidor. Buni o'zingizlarning xohishingizdagcha qanaqa xohlasanglar shunaqa qilib men tosterga qo'yib istavoramiz. Yaxshilab yana. Kasal bo'lganimga sochimni qilishga qilib oldim-da, lekin bu yana bana qilolmayman. No, chiroyli yaxshi narsalar pishirib nimadirlar qilib yuribman-da xullas. Ana chirtilab chiqib ketgim kelyapti, lekin hech chirtila olmayman. Mana yeb ko'ramiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga atay bunaqasini qildim. Atak lekin mana oyim buvim o'rgatganlar, shu yuziga qilib yeyish kerak deb. Har doim rahmatli. Xudo rahmat qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Damashni o'zingizlar qilganinglar bar boshqachada ham to'yimli bo'lar ekan. Uyda har xil o'zingizlar o'ylab topsanglar ham bo'laveradi.